Chef Book video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum. Voy, qarib qoldim. Qo'rqib turdim sizdan. Marhamat. Rahmat. Ko'proq so'zing, ko'ymaymanmi? Ovqatda siz tayyorlaysiz. Nega? Hammamiz yeymiz. Maslahat qilib o'rganamiz deb oyijon siz. To'xtang kelin poshsha. Mana shu murakkab desertni Chef Book ko'rsatuvida Tayyorlab ko'ramiz. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles. Assalomu alaykum, men dizayner va teleboshlovchi Shahzoda Muhammedova. My5 telekanalida yangi loyiha bilan ko'rishib turibmiz. Chef Book loyihasi. Endilikda sizlarga men o'zimni sevimli retseptlarimni bo'lishib borishga qaror qildim. Chunki kasbim nuqtai nazardan asosan dizaynerlik sohasi bilan band bo'laman va telekanalda syomkalar bilan va tabiiyki farzandlarim bilan asosan band bo'laman. Lekin shunday bo'lsa ham men oshxonamni juda ham yaxshi ko'raman va turli retseptlarni internetdan olib va kitoblardan olib maza qilib tayyorlashni xush ko'raman. Tabiiyki, menga o'xshagan hamkasblarim ham juda ham ko'p. Mana shunday hamkasblarimdan birini bugun mana shu studiyamizga taklif etdik. Maza qilib bir mazali taomlarni tayyorlaylik. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles. Keliningiz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chef Book, mazali retseptlar mana shu yerda. Azizlar, bizning shirin oshxonamizning mehmoni ajoyib shirin aktrisamiz. Ko'plab kliplarda va yaxshi kinolarda suratga tushgan. Ayniqsa Qo'qon shamoli va Ilhaq filmlarida siz bu aktrisani ko'rgansiz. Qiziq. Siz xuddi hamma narsani oldindan ko'radigandek tuyulasiz. Salom. Yaxshimisan? Rahmat. Senga bir sovg'am bor. Ko'zingni yum. Mayli. Xo'p. Mana, chin yurakdan. Qalay. Nima qilganing bu? Kallang bormi? Axir bu meni bitta chempion xorazim edi-ku. Marhamat, Rayhon Asadova. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qanaqa retsept bilan keldingiz? Bizni tomoshabinlarimizga siz qanaqa mazali taom tayyorlab bermoqchisiz? To'g'risini aytsam, juda taom tayyorlashga usta emasman. Qo'lingda nima? Kulcha bilan olma. O'zim yopganman. Tishlab berasizmi? Lekin ajoyib bir desert siz bilan birgalikda tayyorlab ko'rishni xohlayman va bu foydali desert. Shakar qo'shilmaydi bunda. Chia urug'i qo'shiladi, qulupnay va o'sha shakarsiz yogurt asosida tayyorlanadi. Ko'pchilik yoqadi. O'zi uyda ko'p tayyorlab turasizmi? Qanaqa? Ha, uyda nonushtaga asosan shunaqa shakarsiz mahsulotlarni yaxshi ko'raman tayyorlashni. Ayniqsa chia urug'ini juda yaxshi ko'raman. Chia urug'i va zig'ir urug'idan ko'p foydalanaman. Dietologlarimiz ham juda ko'p aytishadi chia urug'ini foydalarini. O'shaning uchun ham men ratsionimga kirgizib ko'rganman va yaxshi foydasini ko'rganim uchun ham bugungi mana shu retsept bilan bo'lishmoqchiman. Barakalla, juda ham yaxshi. Xodokka boramizmi? Yo'q. Gamburgerga boraylik. Bo'ldi, unda Gumaga boramiz. Yaqinda kelin bo'ladigan qiz sifatida qanaqasiz oshxonada? Kelin qilmoqchi bo'lganlar tomosha qilib turgan bo'lsa, ovqat pishirishni biladigan kelin ekan deb kelin qilsa bo'ladimi demoqchiman-da. Men juda kam taom tayyorlayman, to'g'risini aytaman, lekin juda mehr bilan va juda mazali tayyorlayman. Unda yaxshi. Lekin kam tayyorlayman. Demak, hurmatli sovchilar, bemalol Rayhonni ko'z ostingizga mo'ljallab qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi kelin chiqar ekan. Turmush qurgan dugonalarim aytishardi. Hamma kuyovlar birinchi nikoh kechasi qop-qop va'dalar beradi deb. Bekmi, cho'ponmi, sultonmi, farqi yo'q ekan-da.
Hozir mana shuni amalda ko'ramiz, lekin qanaqadir ovqat ham tayyorlaysiz deyishgandi menga. Ovqatni siz tayyorlaysiz. Deyishganmidi? Mayli. Demak, birgalikda tayyorlaymiz. Yolg'on gapiramiz ekanlar. Bubbles. Gommani eng yaxshi ko'rgan ovqatlarimdan biri losos balig'idan pasta tayyorlaymiz. Voy, ana. Odatda tovuqdan tayyorlashadi, lekin bilasiz, qizil baliq juda ham foydali. Ayniqsa sochga, yuz terisiga juda ham foydali vitaminlarga boy, ko'zga ayniqsa foydasi ko'p. Demak, ishni birinchi nimadan boshlaymiz? Xohlasangiz baliq to'rayman. Bo'ladi. Unda men makaronni tayyorlab turaman. Ha. Boy. Shola be kani-di-di-do-do. Ko'pincha men lososli baliqni faqat restoranlarda tanovul qilganman. Uyda hech ham tayyorlab ko'rmagan edim. Endi sizni qo'lingizdan yeb ko'ramiz. Xudo xolisa. Suvimiz qaynab chiqdi, ozgina tuz solamiz. Siz ham shuni qilasizmi? Shunaqa qilaman, ha, qaynagandan keyin. To'g'risini aytsam, men uyda tuz solmayman. Yo'q. Siz sosiska edi, solib qo'ydim. Hammasini tayyorlab bo'lgandan keyin ozgina tuz so'raman. Xamirga ozgina maza kiradi deb solib qo'yaman tuz. Qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. Kutib qolmadingmi? Yaxshi. Yo'q. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Aylanishga boraylik. Ketdik. Baxtingni top, qaramagin ortingga. Bor. Baxtingni top, quloq solma qalbingga. O'zi mutaxassisligingiz nima siz, Rayhon? Men o'zi universitetda xalqaro biznes va menejment sohasida bitirganman. Westminster universitetida. Keyin o'sha san'at sohasida bo'lganman-ku baribir. Hamma aytavergandek, o'qimagan qiz chiqmasin deb rosa qarshiliklar bo'lgan. Keyin men Hindistonning Mumbay shahrida aktyor Anupam Kher maktablarida o'qib kelganman aktyorlik bo'yicha. Yaxshi-ku. Qancha vaqt o'qigansiz? U 4 oylik kurs bo'lgan. Effekt bo'lganmi? Endi men nima deydi, to'g'risini aytsam, rol o'ynashni allaqachon bilardim u yerga borganimda. Bu o'tgan yilgi voqea. Diplom uchun o'qib keldim. Odamlarni gap so'zi uchun mana shu yerda o'qiganman deyish uchun, to'g'ri. O'qiganman. Haqiqatan ham insonning o'zi tug'ma qobiliyati bo'lsa-da, lekin u o'qimagan bo'lsa, baribir hamkasb ustoz san'atkorlar tomonidan yoki sizni raqobatdosh aktrisalaringiz tomonidan, ya'ni dugonalaringiz tomonidan baribir muhokama bo'ladi. Chunki bu yo'llarda men o'tganman, bilaman, holatda bo'lgan. Hattoki o'zimda ham baribir mutaxassisligim dizaynerlik bo'lgani uchun san'at va madaniyat oliygohiga kiraman deb ko'p marta harakat qilganman, lekin o'qishga kira olmaganman. Dadajon! Savash janoblarim, men tabriklayman, men tanlovda birinchi o'rin oldim. Ana. Tabriklayman qiz. Bravo. Ko'rdingizmi? Bizning qilgan yordamimiz barchasi zoya ketmaganidan dalolat beradi. Rustam aka, siz bilan ba'zi bir narsalar to'g'risida Nimalar bo'ldi aytaymi? Liboslarim podyumga chiqqanda hammani og'iz ochirib qoldi. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. San'at baribir hobbi hozircha men uchun. Agarda siz san'at oliygohida ta'lim olsangiz, kelajakda teatr bilan bog'langan bo'lib qolar edingiz, to'g'rimi? Demak, rejangizda teatr bilan hayotingizni bog'lash yo'q. Tushunarli. Maftunkor aktrisa Rayhon studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Bizda ilk qo'ng'iroq egasi bor, yaqindan tanishamiz. Alo, assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim haligi siz uchun muhabbat nima bilan o'lchanadi? Muhabbat albatta qalb bilan. Oddiy yigit bo'lsa ham qalbi toza insonni kutyapman. Ta'sirli savolingiz uchun rahmat. Endi yurak butun emas. Unga berding qattiq azob.
Lekin kino va kliplarda suratga tushganingizni bilgandan keyin ota-onangiz qarshilik qilishmadimi? Yaxshi bo'ldimi munosabatlari? Ha, munosabatlari yaxshi bo'lgan, chunki men ular xohlagan universitetga topshirganman-da. Baribir. O'z kuchim bilan, o'z bilimim bilan topshirganman. Xursand bo'lishgan va ruxsat berishgan san'atda o'zim ushlagan holda yaxshi narsalarda o'zimizni Yaxshi qiz bo'lib beraman. Yaxshi qiz bo'laman degan ma'noda va'dam ishontirgansiz. Ey, menga qaranglar. Kim bor? Nimaga men yonga begonalarni olib kiryapsizlar? Qaramaysizlarmi bunda? Kim kirgizdi? Nima bo'ldi? Tavba. Tinchlikmi? Kim bu bola? Bilmadim azizim. Muxlisim bo'lsa kerak. Bu zaytun moyi har taraflama foydali narsa, ko'p iste'mol qilish kerak deb aytilganda, zaytunning o'zini aytilgan, lekin yog'i ham juda foydali. Men har kuni ertalab och qoringa bir choy qoshiq zaytun moyi ichardim. Bu sizni organizmingizni, ichak faoliyatlaringizni yaxshi yurishiga, tozalashiga. Lekin semirtirib yubormadimi? Yo'q, semirtirib. Och qoringa ichsangiz semirtirmaydi. Lekin orqasidan darrov nonushta qilmaysiz, ozgina kutib turasiz. O'shanda kaloriya bermaydi. Aniq. Suv bor baliqda ozgina sachraydi. Mayli. Yonidagi balo ekan. Narsa qilmaydi, yaxshilab aralashtirib tashlasangiz, tez o'zi joyiga kelib qoladi. Qo'rqmang. Qo'rqmang kelin poshsha. Mana shunaqa qilib o'rganamiz-da oyijon. Qarang, qanaqa payt kelib qoldi, qarib qoldi. Oldin geroinyalarni o'ynaganman. Voy, dugonalarni ham bemalol o'ynay olamiz. O'ynasak bo'ladimi dugonani ham? Nima deb o'ylaysizlar? Biza dugona rolini o'ynasak, yoshimiz farqlanib qolmaydimi? Menikini olib qoling. Hop. Menda ham bor edi telefon. O'zim berishim mumkin edi. Alo. Nima qilibdi telefonimni bersam? Alo. O'zing ko'rsatyapsan. Hey. Rashk qilyapsan. U men. Unga ko'zini Farhod. suzma. Hech kim ko'zini suzgani yo'q. Menga qara telefonim qolib ketibdimi deyman-da. Nega unga Mashinada telefoningni tushib qolyaptimi? berishni bas qil. O'zi so'radi-ku. Tushunmadim. O'zi so'radi. Voy, onamlarni ko'rsangiz, birga yursak, opa-singil deb o'ylashadi. Shunaqa. Lekin bolaligimdan o'ylardim, onam semiz, gavdali ayol bo'lishlarini sababi maktabda, kollejda kimdir meni xafa qilib qo'ysa, onamni olib kelganimda hamma voy onasi kelyapti Shahzodalar deb qo'rqishini xohlardim-da. Lekin men bilan dugonalarda kirib ketsalar, hech kim qo'rqmasdi-da. Shunisi juda menga to'g'ri kelmasdi. Ana boshqa do'stlarimni, sinfdoshlarim onasi kelsa semiz bo'lib kelsa har qilib, voy Azizani oyisi keldi bo'lardi-da. Sizga ham bo'ladi. Siz shunda to'polonchi bo'lganmisiz maktabda? To'polonchi bo'lganman, meni ko'p xafa qilishardi. Yuragimni ezma, asabimni buzma. Men yo'qimda bolaga ko'zlaringni suzma. Mayli bor, sayfini yoniga bor. Ko'nglingni olib qo'ygan bor o'sha tayfiga bor. Men juda jim yurardim. Hech kimga Yaxshi qiz bo'lganmisiz? Yo'q, yaxshi qiz bo'lmaganman-ja. Sho'x bo'lganmisiz? Alochi bo'lganman. Yomon alochilar bo'ladi-yu, ani kimdir ko'chirsa yoki kimdir haqiqat nimadir ish tushuntiradigan. qilsa, o'qituvchiga chaqirib beradigan. Keyin butun sinf men bilan gaplashmasdi shu ishim uchun. Sotqin bo'lgan ekansiz. Ha, yomon qiz bo'lganman. Keyin dars olib to'g'rilanganman. Hayot bersa ta'lim nima kerak muallim deydi. Maktabimda hammadan go'zal eding Ra'no. Qishlog'imda go'yo bir g'azal eding Ra'no. Aynan o'zim Ra'no. Bubbles. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chef Book pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Rayhon, xohlasangiz mana rayhon sepsangiz bo'ladi. Quritilgan rayhon.
Rayhonni men o'zim ham rosa ko'p ishlataman ovqatga. Bu ham rosa foydali narsa. O'zi ismingizni kim qo'ygan? Bum qo'yganlar. Men tug'ilganda hovlimizda atrofida rayhonlar o'sib chiqqan bo'lganda, adashmasam ancha yilgacha o'smagan u rayhonlar. Jo'xori o'smagan ekan. O'zim jo'xori deb qo'shamiz. Shunaqa. Lekin ismimni juda yaxshi ko'raman. Chunki qaysi chet elga chiqsam ham har bitta deyarli arab millatlarida, turk millatlarida rayhon desam, bizda ham bor bunaqa ism deb qo'yishadi. Talaffuz qilishga ham chiroyli. Keyin so'rab qo'yadi. Bilasanmi rayhon nima degan deb, bilaman deyman. Gul degan so'z bizda ham shunaqa deb qo'yaman deb. Rayhon, nima qilyapsan? Qaragin. Benomi? Tabriklamayaptimi? Voy, mana bunimi? Tabga ko'ra uyingizda bor bo'lgan ziravorlarni qo'shishingiz mumkin. Galina blanka yoki murch, zira. Slivka qo'shamiz endi. Siz buni qo'shasizmi? Men uyda qaymoq yoki smetana qo'shaman. Uni ham qo'shsa bo'ladi. Buni yog'i kamroq foizi. Maxsus aynan pastalar uchun. Nima deb o'yladim orada. Yaxshi, mana sizdan o'rganib oldim. Bo'lsa ham mazza beradi deb. Zo'r bo'lsa kerak. Sir bilan ayniqsa xos sirni shundoq qirg'ichdan o'tkazib yuborsak. Pishloqni qirg'ichdan chiqarib turamiz. Hindistonga borganman degan edingiz-ku. Qanaqa qilib ovqatlarni yegandingiz? Juda ham achchiq-ku. Yo'q, Hindistonda ovqatlarni yemaganman, to'g'risini aytsam. Uyda o'zim tayyorlab yeganman ovqatlarni. Paratkasini yerdim, kartoshkali paratkasini. U achchiq emas. O'zimizning nonga o'xshaydi. प्यार को भी स्वर्ग जानो प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी Restoranda hattoki oshpazlar shu darajada achchiqligidan protivogazdan taqib tayyorlashar ekan, rostmi shu? Ha, ba'zi bir oshxonalarda shunaqa. Lekin ko'pchilik Indiyaga borsa och qoladi deyshadi, rostmi shu? Men ham juda ozib kelganman. Rostdan. Juda yaxshigina. Fast foodlar yo'qmi yo'qda? Bor. Fast foodlar ham achchiqmi? Achchiqmi deyshadi, lekin men achchiq olib kelishadi. Chunki ular uchun achchiq bo'lmaydi-da. To'g'ri. आय कटारी अचारी लाइफ में जैसे तेजी तर्रारी वाइफ में चले मुंह में चटखारों की चका चक पूरी की पूरी उमंगों की कचौरी जैसे नजरें मिले चोरी चोरी चले मुंह Juda ham chiroyli bo'ldi. Bitta qarab qo'ysangiz bo'lasiz. Qaranglar o'rtoqlar. Endi hidlari zo'r chiqadi, sizlar ishtahallaringiz ochilib ketadi. Bo'lajak o'rtoqlar. Ham bor. Qattiq sirlarni foydali deyshadi, yumshoq sirlarga qaraganda kaloriyasi kamroq bo'ladi. Detox bo'lib ketaman yaqin desam, deb ovqatlarni o'rganib. So you caught me on my Bo'ldi. Endi makaron sovasak. Uy, bir 7 kishimiz hamma mana qarab turibdi. Har doim o'ylardim. Mana shunaqa ko'rsatuvlarni ko'rganimda, nechta turarkan deb gapirmayman. Men kichkinaligimda televizor orqasida mana bunaqa qidirardim. Qayerdan gapiryapti bular? Qanaqa qilib ichini bitta hozir sindirsam chiqib keladimi odam deb o'ylardim. Men bo'lsa, ota-onamning bolalikdagi rasmlarini oq-qora bo'lganini ko'rib, o'sha vaqtlarda hayot oq-qora bo'lgan ekan. Hozir yaxshi ham rangli hayotda yashayotgan ekanman deb o'ylardim. Ana televizor ham tayyor. Mana azizlar, Chef Book ko'rsatuvida Rayhon ajoyib pasta tayyorladilar. Lososli pasta, ya'ni losos balig'idan tayyorlangan. Hozir mazasini Shahzoda opa ko'rib baholab beradilar. Yaxshi kelin bo'lalarmi yo'qmi? Masalaga aytaman. Ana gapingiz 10 balldan necha ballga baholaysiz degan gapingiz. Ko'proq so'zing, to'ymaymanmi bunga? Bu menga unda sizga hozir hammasini beraman. Qolgan sizga. Biz taomlangunimizcha tomoshabinlarimiz salomatlik haqidagi videorolikni tomosha qilib turishadi. Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Wow!" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. So let it
Bubbles. Aziz tomoshabinlar, endi Rayhonni qo'llaridan mazali desertni tanovul qilib ko'ramiz. Birinchi bizga kerak tozalab olingan qulupnaylar, iloji boricha shakarsiz yogurt yoki kefir ishlatsa ham bo'ladi, chia urug'i hamda asal. Shakarni o'rniga shira berish uchun. Birinchi ishni qulupnaylarimizni ezib olishdan boshlaymiz. Ezamizmi? Men o'ylabman, buni kesib chiqamiz deb o'yladim. Chunki iloji boricha bo'tqa shaklida bo'lishi kerak. Qayerdan o'rganyapsizmi? Internetdan, Instagramdan. Qo'shamiz. Ya'ni bizda yogurt. Endi chia urug'lari. Chia. Asaldan qancha miqdorda qo'shamiz? Qancha shirin bo'lishini xohlasangiz shuncha qo'shing. Shakar qo'shsa, demak, erimay qolishi mumkin-a? Ham asal organizmda tez so'rilib ketadi oxirigacha. Bubbles. Mana azizlar, Rayhon tomonidan shunaqa murakkab bo'lgan desertni biz bugun sizlarga tayyorlab ko'rsatdik. Bu kunlarda qancha qiyin ekan. Shunaqa oson yeguliklarni tayyorlayapsiz-da. Juda ham men nonushta tayyorlashni yaxshi ko'raman. Ayniqsa tuxum qaynatishni. Ana, desertimiz tayyor. Bubbles. Aziz tomoshabinlar, mana ko'rib turganingizdek, Rayhon hech nimani sindirib qo'ymadilar, qo'llarini ham kesib qo'ymadilar. Bizni sinovimizdan juda ham chiroyli o'tdilar. Endi mazasini topib ko'ramiz. Eng asosiysi. Qani? Mana yeb ko'rsam maylimi? Mayli. Qo'lingiz ochib ketdi. Ha. Yaxshimi? Juda ham yoqdi. Xuddi restoranniki o'xshaydi. Endi desertni topib ko'ramiz. Shakarsiz, qani? Bizda asal bilan. Yaxshi bo'lar ekan asal bilan rostdan ham. Bubbles. Azizlar, tadqiqotchilarimizning fikrlariga qaraganda, shirinliklarni siz baland musiqa ostida tanovul qilsangiz, yanada shirinlik darajasi baland bo'lib tuyular ekan. Aksincha, achchiqroq bo'lgan taomlarni siz pastroq musiqalar bilan tinglagan holda tanovul qilsangiz, achchiqlik darajasi, ya'ni o'tkirlik darajasi yanada balandroq bo'lib tuyular ekan. Siz mana shuni uyda sinab ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardik. Rayhonim bugun uyga borib qilib ko'ralishingiz. Albatta. Bubbles. Rahmat kelganingiz uchun. Sizdan qanaqadir kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Mana juda ham ko'p yangiliklarni oldim. Xudo xolasa hayotimda va oshxonamda qo'llab ko'rasiz. Qo'llab Teleekran orqali tomosha qilayotgan bizni ajoyib hamkasblarimizga aytmoqchi edimki, kelgusi loyihalarda aynan siz ishtirok etishingiz mumkin. Tayyor turing ajoyib mazali retseptlaringiz bilan. Azizlar, sizlar bilan Chef Book ko'rsatuvi edi va men Shahzoda Muhammedova. Ko'rishguncha. Nutva kompleks. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va mutaxassislarimizdan maslahat oling. Chef Book video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles.